Assalomu alaykum. Xayrli kech asarlarim, go'zallarim. Men bugun bir dolzarb mavzu bilan chiqyapman sizlarga. Men asosan ayollar, qizlar bilan ishlaganim uchun shuni sizlarga murojaat qilmoqchiman. Okajonlarim, shu umuman ayollarimizga murojaat qilyapman. O'smir yoshidagi qizlarimizga, gormonal o'zgarish bo'lib turgan qizlarimizga e'tiborli bo'lamiz, chunki ozgina hidlanishlari mumkin. Ko'cha to'yda yurishganda, avtobusga chiqishganda, trenirovkaga kelishganda hidlanishlari mumkin. Bu yon atrofdagilarga juda ham xunuk tuyuladi, juda ham. O'shaning uchun bu gormonal o'zgarish bo'lsa, bunda yuvingan bilan foydasi yo'q, terlasa yana o'sha hidlanaveradi. O'shaning uchun men Timurova pastani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Bu Timurovani men nima desam mumkin, reklama qilmayapman, ochiq reklama emas bu. O'zimda ham farzandlar bor, shu bir vaqtlar juda mana shu muammo ustida ishlaganman. O'shaning uchun men tavsiya qilyapman, qiynalishmasin. Men shu Timurova pastasidan olib, toza tanaga, toza badanga 3-4 marta sursa, juda ham effekti katta. Faqat pastasini, gel emas, bu gellari ham bor. Eng o'sha pastasini olib, toza tanaga sursanglar, terlaganda oldini oladi, hidlanishni oldini oladi. O'zi arzon, qimmat emas. Shundan foydalaninglar. Sonlarim, go'zallarim, chiroyli bo'lib, hidli bo'lib, xush kayfiyat yeri yuraylik.